Xullas kalom, Kia Kabish mashinasi. Salonni ko'ryapsizlar, hamma narsani yechib tashlaganmiz. Mana joylardan blokirovkalar qo'yilgan, blokirovkalarni tekshirib ko'rdim polni. Salonni tutib olganmiz. Priborka, magnitola, rechak toldilarni yechib olganmiz. Bamferlarni yechib olganman, orqa bagajda ichlarini tutib tashlaganman. Miyani simlarini tekshirib ko'rdik mana. Kasalni aybini sizlarga tushuntiraman hozir. Nima bo'layotganligini. Mana bu joylarni ochib olganmiz. Xullas, podushka bezopasnost hamma bloklarni bir-biridan uzib ko'rdim. Xullas kalom, mana aybi nima bo'layotganiga ahamiyat qilasizlar. Faralar o'chgan, gabaritlar. Mashina start stopda. Akkumulyator uzilgan menimcha. Akkumulyatorni ulaymizda. Xullas kalom, aybi juda qiziq bo'lyapti. Men mana kechadan beri kovladim, halicha aybi chiqmayapti. Prosta zriya vaqtlaringni olmayman. Agar aybi chiqsa videoni qo'yamiz, kasalini topsam. Agar bu videoni sizlar ko'rib turgan bo'lsalaring, значит bu mashinani men побеждать qilganman. Bu mashinani ustidan g'olib chiqqanman dedi-ku. Mana zavodit qilamiz. Ahamiyat qilasizlar. Mana bu hamma narsa yonib turibdi. Hozir nimagaki oldidagi hamma datchiklar, bagajdagi hamma datchiklarni uzib qo'yibman. Podushka bezopasnostlarni mana uzib qo'yibman mana. Simini ko'rayotgan bo'lsalaring. Endi qaranglar. Korobkani blokiratori bor. Tormoz bosganda sholqit qiladi blokirator. Hozir mana shu holatda mana korobka переключаться bo'laveradi. Hamma положениялар ko'rsatadi. Parking mana ishlab turibdi. Qachonki patvarnikni yoqsalaring, qaranglar. Patvarnikni yoqdim. Oppa. Mana ashibga chiqyapti. O'sha mana endi tormozni bosganda korobkani blokiratori ishlamaydi. Mana korobka yo'q. Perkulchatsiya bo'lmaydi. Hatto motor ishlab turaveradi. Gaz bossalaring, gaz bosiladi. Mana bu joyda salonning temperaturasi mana margat qiladi, ko'rsatmaydi. Har zamonda ko'rsatib ham qolishi mumkin. Gabaritga ahamiyat qilasizlar, oldi gabaritga. Mana bu gabarit mana yarki yondi, o'chdi. Mana yonib, o'chib, margat qilib, o'z holatiga o'zi xohlasa yonadi, xohlasa o'chadi, margat qilib o'tadi. Mashina avariya rejimda, mana shu holatda korobka qo'shmaydi. Mana shu holatda korobka qo'shmaydi. Bu narsa meni oldimga bir haftadan beri keladi. Mana shu kasal bo'yicha ba'zida bor, ba'zida yo'q. Men kecha ochuvdim, mana shu joyida, mana shu holatda doim отказ qilyapti. Hozir shuning uchun mashinani qo'zg'atmayapmiz bu joyidan. Patvarnikni o'chirsalaring, korobka qo'shilishni boshlaydi endi. Mana korobka almashyapti. Kak patvarnikni qo'shsalaring, sirasi ashibga beradi tabloda. Mana bo'ldi. Bu nima bo'lyapti? Patvarnikni qo'shganda visokoskоростная konshina uchib qolyapti. Ya'ni podushka безопасность, ABS, avtomat korobka, motorning miyasi, mana shu sistemalar visokoskоростная konshinada общаться qiladigan sistemalarga konshinani nimadir gasit qilib qo'yapti-da, mashina bo'ldi, avariya rejimga tushib qolyapti. Bloklar bir-biri bilan общаться qilmayapti. Xullas, tushunishlaring uchun hamma blokni uzib ko'rdim. Hozircha aybi chiqqan yo'q. Endi mana shu holatda, mana gabarit qo'shilgan holatda skanerda ulasalaring, skaner miya bilan svязь yo'q, mana shu miyalar bilan. Hozir ko'rsataman buni ham. Mana hozir gabarit o'chgan holatda skanerda ulab oldik. Xo'sh, 2021-yil 2,5 объем Kia Kabish. Okni bosamiz.
mana общий hamma blokni o'qitishni bosamiz. Bistro testирование. И ahamiyat qilasizlar. Mana hozir blok управления связga chiqdi. Avtomat korobka связga chiqdi. ABS связga chiqdi. Передний radar yo'q. Подушка безопасности связga chiqmaydi chunki uzib qo'yilgan. Пока pauzani bosamiz. Bizga достаточно. Mana endi motorga отдельно kiramiz, motorning miyasiga. Xo'sh. Videoni pauza qilib olyapman. Internet o'chib qolgan ekan. Internet qo'shib keldim. Xo'sh, mana okni bosamiz. Motor miyasi bilan связь chiqadi hozir. Подождите, пожалуйста, deyapti. Oppa, mana ошибкаларni o'qitamiz. Короче, mana выключение бус, связи высокоскоростная шина кан. Xullas kalom, miya bilan motor miyasi bilan связь bor. Даже yana qaytadan o'qitib ko'rishimiz mumkin mana bloklarda. Qaranglar. Mana связь bor holatda mana ошибкani ko'rsatyapti va miyani ko'ryapti kanshina. Korobka передачni ko'ryapti, ABSni ko'ryapti. Ana endi достаточно mana. Pauza. Tak, ortimizga qaytamiz. Endi qaranglar. Videoni pauza qilmasdan gabarit yoqaman. Mana ошибка berdi. Korobkamiz mana переключация bo'lishdan to'xtadi. Ana endi mana shu holatga qaytadan o'qitib ko'raman, qaranglar. Miya motordiki u mana motor miyasi bilan связь yo'q. Korobka bilan связь yo'q. ABS bilan ham mana связь yo'q. Всё. Bizga пока достаточно. Kasalni tushundilaring-a? Imini mana shu holatda yana qaytadan o'qitamiz mana. Videoni pauza qilmayapman. Gabaritni o'chiramiz. Korobkani tekshiramiz. Mana korobkamiz переключаться bo'lyapti. Videoni pauza qilganim yo'q. Qaraymiz. Mana endi blok o'sha связga chiqadi. Hoppa, ko'rdilaring-a? Xullas kasalni tushunyapsizlar. Gabarit yoqqanimizda ana shu высокоскоростная konshina ishlamay qo'yapti. Faqat men uchun непонятно. Nimani ivaziga ishlamay qo'yapti. Men uchun непонятно. Agarda buni kasalni 100% topsam, videoni qo'yaman, shtobi sizlarga ham полезный bo'lsin. Kia K5, Kia Optima avtomobillarida mana shu kasal kuzatilishi mumkin. Mana hozir mashin yurib turibdi, zavadet bo'lib turibdi. Gabarit qo'shilgan, как раз konshina zamkana qilyapti. Tormozni pedalni atverka yordamida bosib qo'yibman. Tormoz bosganda korobka ana razblokировать bo'lish kerak-ku, ana shu narsa qanday zamkana qilayotganligini shu orqali eshitish mumkin. Ahamiyat qilinglar. Ovoz eshitilyapti degan umiddaman. Ovoz qanchalik eshitilyapti? Tak etib mana blokirovkasi go urib go urmasdan mana sidina o'ziga o'zi ishlab qoldi. Hatto men tegingan hech qayerga. Oynasi bir marta o'zi tushirdi. Xullas ko'ryapsizlar, konshina ishlamagani uchun polni chudit qilyapti. Mana chap taraf parokda высокоскоростная низкоскоростная konshinani topdim. Mana oq malla bu низкоскоростная, mana bu ko'k sariq высокоскоростная konshina. Endi qaranglar. Ko'k qismda 2.3 volt ma'lumot almashinuv. Sariq qismda 2.8 3.1 volt ma'lumot almashinuv.
Endi patvarnikni yoqsam. Xo'sh, patvarnik yondi. 12 volt напряжение paydo bo'lib qolyapti. Patvarnikni o'chirdim mana. Mana 3 volt. Patvarnikni yoqdim. 12 volt. Даже kontrolka yonadigan darajada. Значит, высокоскоростная konshinaga qayerdadir patvarnik zamikani beryapti, karatesh. Qadrdonlar, men bu simni va sariq zamikani qilayotgan simni ko'rdilaring, menimda kelyapti dagin sidinaning ostiga kiryapti. Dalshi polikni hozir nima uchun ko'targanligimni aytaman. Dalshi mana bunaqasiga ketyapti. Men bu sariq simni topdim. Mana topib ko'rsam zamikani bor bu joyda. Keyin men paka polikni ko'tarmasimdan menda zadachi bor. Zamikani oldi qismidami yoki orqa qismidami bilishim kerak. Uni bilish uchun simni kesib ko'rdim. Buni akkuratni kilisi bor termostatka bilan ulaymiz. Hammasi chotki bo'ladi. Bildimki, что zamikani orqa tarafda ekan. Keyin polikni ko'tardim. Polikni ko'targanda ahamiyat qildimki, mana bu shlang konditsionerdagi испарение bo'lgan suv pastga oqib ketish uchun. Ana shu narsa chiqayotgan ekan. Uni joyiga tiqib qo'ydim. Shu narsa chiqib ketganda hamma suv konditsionerdan pastga oqmaganda salonda ichiga oqqan polik ostiga. Men mana bu suvni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Polni hamma joy suv bo'yapti mana. Mana bu stikercha как раз bizda konshina, высокоскоростная konshinani simi. Mana sariq ko'k и patvarnik simlari ham bor bu joyda. Mana shu narsa bir-biriga zamikani berib yotibdi ekan. Yam-yashil bo'lib aksiniya bo'lib ketgan. Buni hozir yechib, tozalab, payka qilamiz. Mana suvlarni xudo xolasa yo'qotamiz. Kanishni rezultatida o'sha salon yig'ilgandan keyin sizlarga ko'rsataman.